Chilonzor 11-kvartal shunda Shohmet Center ro'parasidagi mana bu domdan sizlarga hozir juda ham chiroyli bitta kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Kvartiramizning aurasini, lokatsiyani bitta aurasini ko'rib o'tinglar. Parkovka uchun joylari, more, yashil hudud, daraxtlar, juda ham yaxshi atmosferadan xudo xohlasa juda ham chiroyli bo'lgan bitta kvartiramizni narxini tushirib, chiroyli narxda qilib chiqazganmiz. Shunda domimizga kirish mana bu arka nima deyapti? Gullarning ichidan kirib chiqasizlar. 2-etaj, 4-etajkali dom. Yonida maktab, bog'cha, hamma narsasi bor. Shunda mana Shohmet Center, shuni ro'parasidagi dom. Kvartiramizda sizlarga ma'qul kelishi aniq. Uy ichkarisini bitta ko'rib o'tinglar. Narx-navosi ma'qul kelsa, sirazu aloqaga chiqinglar. Xo'p, hurmatli obunachilar, xonadonimizga ham kirib oldik. Kirishimizda bizani mana bunaqa chiroyligina koridorimiz kutib oladi. Koridorimizda prixojniy mebellar va chiroyli dekorativniy portretlar joylashgan. Kvartiramizning aurasini kesinglar, mana shu kvartiraga kirsanglar tushunasizlar. Xo'p, kirish eshigimiz beskluchovoy kod orqali yoki karta orqali ochiladi. Xo'p, kirishda pastimizda kafellar va aboylar ishlatilgan. Bu kvartiramizning remontida sifatli materiallar ishlatilgan. Hurmatli obunachilar, xohlasanglar kelib bemalol tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Kiraverishda o'ng qo'limizda mana bunaqa chiroyli zalimiz joylashgan. Hurmatli yurtdoshlarimiz, ushbu bitta xonasi kvartiramiz avtorskiy remont, mebel, texnika, hamma narsasi bor. Upakovka, hamma narsasi tashlab ketiladi. O'rta pod'ezd, bir xona, ikki xona qilingan, 33 kvadrat. Yevro remont. Xo'p, kirib kelaverishda mana bu xonamiz bizani kutib oladi. Kiraverishda to'g'rida mana bunaqa mebellarimiz joylashgan. Yumshoq zona, bu ham spalniy o'rnida bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu yog'i ham ko'tariladi, ichiga narsalarni joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Devorlarimiz atachento. Remont yoqqan bo'lsa bitta layklarni bosib qo'yasizlar. Mana bunaqa dekorativniy soatlar, lyustralar, bu yoqda esa tvi zonamiz joylashgan. Hurmatli yurtdoshlarimiz, hammamizga mana bunaqa chiroyli xonadonlarda yashash nasib qilsin. Bu remontida juda ham sifatli narsalar ishlatilgan. Gilamlarni o'zini ham bitta ko'ringlar. Wow. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham zo'r gilamlar yoyilgan. Aytib o'tganimdek, ushbu bir xonasi. Bu yog'imizda 1,5 ga uchli balkon, pardalari bu yoq oldin oshxona bo'lgan. Oshxonani shunda balkonga chiqazib qo'yganmiz-da, bu yoqni yana bitta xona sifatida foydalanganmiz. Bu yoqda duh spalni qo'yib qo'yilgan. Bu yerda ham bemalol yotish uchun foydalansanglar bo'ladi. Duh spalni, yaxshi spalnilar zakazno qilib qo'yilgan. Bu yoqda chiroyli portretlar, o'zini lyustralari hamda mana bunaqa stroyniy shkoflar joylashtirilgan. Kupe bemalol foydalansanglar bo'ladi. Quyosh uchun tashqariga qaragan oynalari ham bor. To'g'rimizda maktab, yo'l bu kvartiramiz shunda Shohmet Center ro'parasida joylashgan. Yo'lni yuzidagi dom. Metroga ham juda ham yaqin. Peshkom примерно 10-15 minutda metroga borsanglar bo'ladi. Katta yo'lni yuzi, Farxatskiy, Kirili hamma joyga yaqin. Xo'p, oshxona bu yoqda balkonga chiqazilgan. Mana bunaqa akvariumlar bilan yopib qo'yilgan, чтобы oshxonani hidi zalga urmasligi uchun. Bu yog'imizda kuxnya. Kuxnya ham pastda kafel qilib qo'yilgan, aboydan chiqqan. Bu yog'imizda atachentodan chiqqan kuxniy mebellar hamda texnikalar qilib qo'yilgan. Bitta bu yog'iga ham ahamiyat berib o'tasizlar. Gaz plitamiz, vitishkasi, bu yoqda o'zini mebellari, podsvetkalar bilan. Bu yoqda posuda moyka joylashgan, bu yoqda xolodilnikimiz joylashgan. Hamma sharoitlarga ega kattagina oynasi ko'chaga qaragan. Xo'p. Juda ham shinam xonadon, hurmatli yurtdoshlarimiz. Agarda ushbu kvartira sizga yoqqan bo'lsa, layklarni bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Dasrochniy chiqyapti, yaxshi narxda, rossiyskiy eshiklar qilib qo'yilgan. Bu yog'imizda разделный sanuzel. Bu yog'imizda dushovoy, hammom. Bu yerda ham hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Hamma narsasiga sifatli narsalar ishlatilgan. Bu yoqda gradus ko'rsatib turadigan oynalar, rakvina, bu yoqda esa o'zini kir yuvish mashinasi joylashgan. Men buni o'zi ham arzon narsa emas, hurmatli yurtdoshlarimiz.
dush ham kafeldan chiqqan, polniy kafeldan chiqqan, sifatli qilib remont qilingan yurtdoshlarimiz. Endi hojatxonani bitta ko'rib chiqamiz. Bu yog'imiz hojatxona. Hojatxona ham polniy kafeldan chiqqan. Xo'p, hurmatli obunachilar, ushbu 4 etajli domni 2-etajda joylashgan Yevro avtorskiy remontli kvartiramizga $55,000 narx qo'yganmiz. Yana kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz, hurmatli yurtdoshlarimiz. Lokatsiya juda ham yaxshi joyda, Farxatskiy bozori shunda ro'parasi, Shuhrat Perekroskaga ham yaqin, Chilonzor metroga ham yaqin. Yo'lni yuzasidagi dom 11-kvartal. Agarda ushbu kvartira sizga ma'qul kelgan bo'lsa, narxidan o'tib beradigan joyimiz bo'ladi. Xo'p, olib yosh oila bemalol mazza qilib shunaqa sharoitda yashashi ham mumkin. Xohlasanglar ushbu kvartirani olib investitsiya kiritib, oyiga $450-500 dan bemalol ijaraga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, hozir kelib zaklad bersanglar, notariusgacha уже kvartirani ham tayyor bo'ladi. Kvartirani qo'yish muammo emas bunaqa remontli kvartiraga. Gapimizga javob beramiz, bilasizlar, ko'p uy olganlar bizani biladi. Shuning uchun ushbu kvartira sizga ma'qul kelgan bo'lsa, srochniy olib qo'yinglar, kelishilgan narxlarda qilib beramiz. Dasrochniga chiqyapti. Agarda ma'qul kelgan bo'lsa, shunda 6414 ga telefon qilinglar, kvartirani kelib ko'ringlar, aurasini ko'ringlar, remontini ko'ringlar. Ma'qul kelsa, srazu notarius qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar. Shunaqa chiroyli xonadonlarda yashash hammamizga nasib qilsin, hurmatli yurtdoshlarimiz.